Davsini o'zi $100 chiqqan ko'ynagimizni ikkinchi qismi keldi. Ko'ylak nimaga bunaqa uzun cho'zilib ketdi? Chunki meni o'qishimdan tikvamiz. Bu meni diplom ishim. Haftada 2 kungina ustoz bilan birgalikda tikamiz. 2 oy davomida 16 ta dars bo'ladi. Qolgan kunlari shunaqa zakazlarimni yasab o'tirdim. 80 ta aksessuar yasash darsligimni qizlarga 100 ming qilib qo'yganman. Telegramdan murojaat qilib kursga yozilsangiz bo'ladi. 80 ta darsning ichida do'ppi, smola, payalnik, buket yasash, sumka to'qish, men o'zim trendga chiqargan shu nurdan narsa to'qishlarni ham o'rganasiz. Ko'ynagimga ketadigan hamma matoni Sumaya tekstildan olganman. Pastda atmetka qilib qo'yaman. Sizlar ham hamma adnetuniy materiallarni topsanglar bo'ladi. Shlifini chiroyli qilib tikib oldik. Orada shunaqa zakazlar ham tikkanman qizlar. To'liq videosini postga joylaganman. Profilimga o'tib ko'rib olsanglar bo'ladi. Ko'ynagim tayyor qizlar. O'zi fotosessiya qilib keyin joylamoqchi edim, lekin qizlar 1,5 oydan beri qo'ying videosini nimaga qo'ymayapsiz? Ikkinchi qismi yo'q-ku profilingizda. Tezroq qo'ying deganlar uchun sabr qila olmasdan o'zim ham chidolmasdan qo'ydim. Qasdi shlifi olinadi. Shlifsiz ham bemalol kiysa bo'ladi. Menga shlifi bilan juda ham yoqdi. Sizga yoqdimi? Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Men uchun juda ham muhim. Menga obuna bo'lishni unutmang. To'liq videosini hali yana joylayman. 2 oylik mehnatimga arziydimi?